Savdo yaxshi, lekin daromad va foydani aniq ajrata olmayapsiz. Natijada hisob-kitob chalkash, biznes va shaxsiy pullar aralashib ketgan. Foydani aniq hisoblab, uni to'g'ri taqsimlashni o'rgansangiz, biznesingiz moliyasini barqarorlashtirasiz. So'nggi 4 yilda 90 dan ortiq biznes moliyasini tizimlashtirgan mutaxassis sifatida sizga amalda ishlaydigan yechimlarni ko'rsatib bermoqchiman. Bir kunlik biznesda pul yetishmovchiligidan chiqish qadamlari nomli Toshkentda bo'lib o'tadigan offline treningga sizni taklif qilaman. Ushbu treningda foyda nima uchun yo'qolib ketishini aniqlashni, uni to'g'ri yo'naltirish va taqsimlash usullarini, biznes va shaxsiy mablag'larni alohida boshqarishni, pul oqimini prognoz qilish va barqaror moliyaviy tizim yaratishni o'rganasiz. Shu orqali siz har oyda foydani aniq ko'rib, uni samarali boshqarishni yo'lga qo'yasiz. Joylar soni cheklangan, agar siz ham foydani nazorat qilib, biznesingizni mustahkam moliyaviy tizimga o'tkazishni istasangiz, hoziroq ro'yxatdan o'ting.